Assalomu alaykum. Bizni kanalimizni kuzatayotgan yurtdoshlar, xudo xolasa mana surxondaryolik akalarimizni bo'yi 50 li temir qoziqqa moslashilgan apolovkalarni tayyorlayapmiz. Xudo xolasa 2 kunda tugatib mashina gaplashib apolovkalarni chiqarib yuboramiz. Svarkalarni e'tibor berasizlar. Xudo xolasa hafsala qilib svarkalarni bir xil razmerga olib tushib chiroyli qilib yonboshlaridan suv kirib ketmaydigan qilib, rasvor kirib ketmaydigan qilib burchakli qilib kesilgan. Surxondaryolik akalarimizni o'tgan yili 70 li apolovkamizni ham temir qoziqqa o'qib ishlaydigan variantdan qilib berdik. Bu yil 50 li apolovkani qoziqni o'ziga buyurtma berishdi. Qoziqni o'ziga ishlaydigan. Qoziqni o'ziga ishlaydigan apolovkalarning daromadi o'qqa, tayyorotga ishlaydigan apolovkalarga qaraganda yaxshiroq. Sababi o'qlari o'lmaydi, temir qoziq hech balo bo'lmaydi. Uzoqroq xizmat qiladi. Shuning hisobiga daromadi yaxshi. Temir qoziqqa ishlaydigan, o'qqa ishlaydigan, fruklik, tayyorotga ishlaydigan apolovkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranga nomerimni qo'yib qo'yaman. Shu nomerda Telegram, WhatsApp bor. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. Manzil Andijon viloyati Asaka tumani. Bizda sotuvda yana lesalar bor, fanerali apolovkalar bor. Aloqaga chiqib ko'rasizlar.